Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yana Sirdaryo viloyati Qaysi tumanida? Sayxunobod tumani. Sayxunobod tumanida akalamizga bir 20-25 kun oldin zaklad qilib berdilar. Ot prinsip qilib berdik. 2 otga mo'ljallab hujjatlarni nomlariga yozdik. Hozir pullarni berdilar. Ozgina statka bor, 3-4 kunga beraman dedilar. Mana yaxshi kunlarga nasib qilsin. Rahmat aka sizga. Ma'qul bo'ldimi sizga? Ma'qul. Mana shunaqa nimaga Lasetti mashinalar farkopkalar bor ekan, farkopkasini bonus qilib berdik, lekin Captiva'lar ham bor ekan. Shunga Captiva'larga farkopkalarni qilib berdik. Mana shunaqa variantda. Narigi tarafda zapaskalar ham bor. Ko'pkariga qiziqar ekanlar, shunga bir zotdor otlari bor ekan, shunga qilib berdik-da. Mana shunaqa zapaskalar bilan qilib berdik. Orqadan minib, oldinda mana bu yoqda eshigi bor, eshigidan tushib ketadigan bo'ladi-da. Ikkita otga mo'ljallangan mana. Ikkita bitta ot bu yoqda turadi, bitta ot nari yoqda turadigan bo'ldi. Ikkita otga mo'ljallangan. Bemalol zakaz berasizlar. Sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul aka. Yaxshi kunlaringiz nasib qilsin aka. Rahmat sizga ham. Barakat. Ikki mosli ketdi.